Shukr qiluvchi kishida mehr, muruvvat, insof, diyonat, qanoat, sabr kabi axloqlar bo'ladi. Bu axloqlar esa insonni dunyo va oxirat saodatiga boshlaydi. Ma'lumki, Alloh taolo bir qancha oyat-i karimada sabrli insonlarni madh etgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Albatta biz sizlarni bir oz qo'rqinch va ochlik bilan mol mulkka, jonga, mevalarga nuqson yetkazish bilan sinaymiz va sabrlilarga bashorat bir. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ular musibat yetganda albatta biz Allohnikimiz va albatta biz unga qaytguvchimiz derlar. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ana o'shalarga Robbilaridan salovatlar va rahmat bor. Ana o'shalar hidoyat topganlardir. Baqara surasi 155-157 oyatlar. Katta mas'uliyat, qiyinchiliklarni ko'tara olish uchun turli sinovlardan banda o'tishligi kerak. Qiyinchiliklarda, sinovlarda odamlar toblanadi.